Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar va obunachilar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Yaypan tumani Chiligijida qishlog'iga o'rnatilgan darvozamiz. Hamma joyi qalindan bo'lgan, o'rtada gullari alaming gul. Ikki qatordan chaspaga o'rnatilgan. Lislari ikkilik. Baquvvat darvoza bo'lgan. Bu darvozamiz profillari 6x4. Stoykalar 8x8. Taglari shivlar bo'lgan. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. Farg'ona viloyati bu Yaypan tumani Chiligijida qishlog'i qurilgan.